PUBG'ning hikoyasi unchalik katta emas. Siz va 99 notanish odam qulayotgan samolyotdan sakrab tushasiz. Siz aslida o'limga sakrayapsiz. Parashyut yiqilib o'lmasligingizni ta'minlaydi. Lekin orolga tushganingizdan so'ng u sizga yordam bera olmaydi. Siz butun orolga qarshisiz. Hammaga hello PUBG ixlosmandlari, mana bugun sizlarga PUBG tarixi, ya'ni PUBG haqida ko'pchilik bilmagan sirlarni o'rgatmoqchiman. Ko'pchilik o'yinchilar PUBG qanday yaralgan, uni kim yaratgan va qachon chiqqan degan savollarni o'zlariga ko'p berishadi. Shuning uchun bugun PUBG tarixini o'rgatmoqchiman. Do'stlar, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, pastdagi podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lish knopkasini bosib qo'ying. Agarda shu video 3000 dan oshiq like yig'sa, PUBGdagi kartalarning sirli tarixini ham o'rgataman. Shuning uchun videoga like bosing. Qanunda biz PUBG to'liq nomi PlayerUnknown's Battlegrounds, ya'ni noma'lum o'yinchi jang maydonida degan ma'noni anglatadi. 1999-yilga qaytamiz. Yapon yozuvchisi Kasuno Takami tomonidan Korolevskaya bitva, ya'ni qirollik jangi nomli kitob yaratiladi. Королевская битва. 2000-yilda esa buni kinosi chiqadi. Kino Yaponiyada juda ham mashhur bo'ladi. Ushbu kinoda 42 nafar o'quvchilarni orolga tashlashadi va bir-birlarini o'ldirishga majburlashadi. Мы хотим, чтобы вы немножко друг друга поубивали. В живых останется только один. Oxirida tirik qolgan odam bo'lsa, ozodlikka chiqadi. Lekin kinoda zona yo'q edi. Uni o'rniga har 6 soatda portlaydigan bo'yinga taqiladigan maxsus braslet bo'lar edi. Agar zonada bo'lmasangiz, braslet portlar edi. Qiziqarli fakt. Ko'pchilik o'yinchilarni o'roq, arbalet va skоворodka nimaga o'yinga qo'shilgan degan savol qiynasa kerak. Shuni angladimki, kinoda o'roq Твое оружие это? va yana bir o'quvchida xuddi shunga o'xshash arbalet. Do'stlar, bu yerda yana bir PUBG ga mos narsa bor. Nimaligini topsangiz kommentariyada yozib qoldiring. Skоворodkaga keladigan bo'lsak, kinoda bu yo'q edi. Uni o'rniga kastrolkani qopqog'i bor edi. Что за дела? Мое оружие крышка от кастрюли. Do'stlar, faqat men yoshligimda kastrolkani qopqog'ini qalqon qilib va yana ikkinchi qo'limga oddiy tayoq olib o'tlarni urarmidim. Bu muhim emas, mayli, javob berishing shart emas. 13 yil davomida hech qanaqa Battle Royale o'yini o'ylab topilmadi. Lekin 2013-yil yana bir tasodif. Dizaynerlik bilan shug'ullangan Brandon Green nomli odam o'sha paytlarda uni ishlari juda yaxshi emasdi va u depressiyaga tushib ichishni boshlaydi. Keyin esa har xil o'yinlar o'ynab ko'radi. Uni aytishi bo'yicha o'yinlardan maza qilmagan. Hammasi xuddi bir xil. Otasan, o'lasan, otasan, o'lasan, otasan, o'lasan. Пиу-пиу, пиу-пиу, бом-бом, пиу-пиу, бом-бом, пиу-пиу. Это весь геймплей. Классика. Bir kuni u Korolevskaya bitva degan kinoni ko'rib qoladi va kino unga juda ham yoqadi. Keyin esa xuddi shunga o'xshash o'yinni xohlab qoladi, ya'ni o'yinchi o'z hayoti uchun qayg'ursin. Lekin bunga o'xshash o'yinni ishlab chiqarish juda ham qiyin edi. Dasturchilarga esa uni puli yo'q edi. Shu sababli Arma 2 o'yini uchun mod yaratadi. Yana bir tasodif, 2015-yili H1Z1 King of the Kill o'yinni yaratishadi. 2016-yili bu kompaniya bilan shartnoma tugagandan keyin Battle Royale o'yinini yaratish uchun koreyalik dasturchi Cheng Han Kimdan taklif keladi. Soatlab suhbatdan so'ng birga o'yin ishlashga qaror qabul qilishadi. Brandon o'sha kompaniyaning direktori bo'ladi. Keyin esa ular har bitta narsaga e'tibor berib qattiq ishlashadi. Hattoki maslahatchilar ham oladi. Qanchalik kulgili bo'lmasin, bu o'yinni ko'p odam o'ynashiga hech kim ishonmas edi. Faqat Brandondan tashqari u o'yinni ko'p odam o'ynashiga ishonar edi. 2017-yil 23-mart kuni PUBG o'yini ommaga taqdim etiladi. U paytlarda esa o'yinda unchalik ko'p qurollari yo'q. Birinchi versiya bo'lgandan keyin faqat birlik va uchlik shlem bor edi. Yugurishlari ham zo'r emasdi va faqatgina Eranger kartasi bor edi. Bu PUBGda eng birinchi karta bo'lgan. Odamlar Brandondan nimaga PlayerUnknown's Battlegrounds deb o'yinni nomlagansiz deyishganda, chunki men hammaga ko'z-ko'z bo'lishni yoqtirmaydigan odamman, shuning uchun noma'lum bo'lishini xohladim degan ekan. Ko'rib turibsiz, noma'lum bo'lishni xohlagan odam
hozirda qanaqaligini. 2017-yili 10-avgustda PUBG'ning обновление chiqadi. Bu yangilanishda birinchi litsoni alohida rejim qilib o'ynash chiqadi va bu o'yinchilarga juda ham yoqadi. Bunda 3-litso kabi krisalik qilish olmasdi va bu yanada ko'proq o'ynovchilarni olib keladi. 11-sentyabrda esa rekord onlayn bo'ladi, ya'ni bir vaqtda kiruvchi o'yinchilar soni 1 milliondan o'tadi. 18-oktyabrda yana bir rekord, bir vaqtda kiruvchi o'yinchilar soni 2 millionta bo'ladi. 2018-yil yanvar oyida esa Steam'ning yangi rekordi, bir vaqtda kiruvchi o'yinchilar soni 3 milliontadan o'tadi. Tasavvur qilyapsizmi? 3 millionta. 2018-yil 16-aprelda yana bir обновление chiqadi. Bunda yangi Miramar kartasi qo'shiladi va shu yilning o'zida bu o'yin telefonlar uchun ham chiqadi. Keyin bu o'yin hamma kutgandek juda ham mashhur bo'lib ketadi. Chunki kompyuter hammada yo'q, telefon esa har bitta insonda bor. Bu tarafdan uni kallasi juda ham yaxshi ishlagan. To'g'rimi? Shu yilning fevral oyida yangi Sanuk kartasi qo'shiladi. Bu ham odamlarga juda ham yoqib tushadi. Chunki karta kichkina va tez opit oshirsa bo'lar edi. Keyin Weekendi qishki kartasi qo'shiladi va PUBG shu tarzda tanilishni boshlaydi. Mana do'stlar, shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, videoni boshida aytganimdek, agarda shu video 3000 dan oshiq like yig'sa, PUBG'dagi kartalarning sirli tarixini ham chiqaraman. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga qo'ng'iroqcha bilan obuna bo'lish esdan chiqib ketmasin.